Mine savaplı isimizin başlamasını, fundamentini tüp bolgan ustalar bugün avetkelin kuygan, yani kun ısı bolgandan keyin hazır uyine ketken dem alıp atır. Xudo kalasa bugün ustalarning qo'l aqsin, mang'ay teri kepmey turib beru kerak deydi. Mine soni eshitib Ulg'osna apamiz keldi. Allah razı olsun deymiz. Rasa bugün var ғой, ustalarga o'zi dim arzon aqchaga istep berdi. 50 ming so'mdan quyib berdi. Dim arzon istedi. Және ana stanoklarni ham жаңағы arendaga olib istedi. Rahmet aytamiz. Sodan keyin bir qisinib edim. Bir kun, iki kun to'xtab tur deguga bo'lатын edi. Men 1.450.000 so'm pul beruimiz kerak edi. Qisim pul topa olmay qoldik, rasini aytganda. Sonday vaqtda mine Ulg'osna apamiz hamma vaqt tayin pul aqcha beraman, jardam beraman deydilerdan hazır deysi bo'lmay qolgan. Bir ikki hafta to'xtab tur, bir kun to'xtab tur, 3 kun to'xtab tur deb atganlar bar. Allah razı olsun, mineki bir apamiz amanat berip ketken ekan. Және Ulg'osna apadan negizi bize tam etmeymiz, shuncha jardam berdi. Men o'zim uyalaman rasida, qayta ayel adamdan aqcha so'rab, aqcha alу degan uyatda men uchun. Bunda da bir qiyin жағдайда tashlab ketmeyin deb telefon qildi. Rahmet, Allah razı olsun. Xudo kalasa bu motivatsiya bo'ladi. Bo'lmasa mumkin men bu narsani tashlab keterman. Savob istim артында turibdi. Kuyov bo'lib turibdi-da rasida. Ma'g'ani Kazbek, Ulg'osna apa. Endi boshqa insonlar ham bor, ko'rmayotgan шығар. Instagramda meni tanimaydilar bor. Birovdan birov ko'rib faqat sebepchi ғой. Chunki mening istoriyalarımdan ko'rib bir qo'ng'iratchi Injigul degan singlimiz сол apa sizga havas etib keldim, neki mende сол savobli isga bir qo'l urayın. Sizin Sharafat inimizning boshlab o'tirgan savobli islerini qo'llab quvvatlayın. Men de sizin izingizga yereyin degan maqsadbilan qo'ng'iratday bir ulkan yelatdan kelib o'tiribdi. Сол qadimlarning Құдайым сол қыздың нұр жаусын дейміз, сауаплары Алла Тағала дәргайында қабыл болғай. Сол Інжігүл сіңліміздің қоңыратшы Хаужар айтатын қызымыздың неке аманатын Шарапаттың қолына тапсырайын. Қоңыратшы қызлардан қалмайық деп, қожелші қыздардан мәрт болсын деп, өзім мінеке сол ұсталардың қол ақысына жәрдем ретінде кеп тоққан Шарапатын өзіңізге тапсырамыз. Жақсыларды және де күтіп қаламыз. Rahmet, Allah razı olsun. Kocaeli'nin jigitleri diyorum, kosip var ya da Kocaeli